Sizlar bilan endi jinoyatlarni oldini olish choralari, ya'ni 6-bo'limni tahlil qilib o'tamiz. Jinoyatlarni oldini olish choralari. 296-moddamizda keltirilyapti. Mana jinoyatlarning sabablari va uning sodir etishga imkon beradigan shart-sharoitlar aniqlash majburiyati. Ya'ni bu yerda majburiyat haqida gaplashamiz. Faqat bu bir qismdan iborat. Jinoyat ishlarini yuritishda surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sud jinoyatning sabablarini, uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlashi shart. Bilamiz, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sudning asosiy vazifalaridan biri sudning oddiy sudlovni ta'minlash bo'lsa, qolgan 3 subyektni o'sha jinoyatni tez va to'la ochish, ya'ni jinoyat protsessining maqsadlarini bajarishdan iborat. Endi bundan tashqari ular sabab va shart-sharoitni aniqlash kerak. Bu degani har bitta jinoyat ishidan kelib chiqqan holda nima sabab bo'ldi va bunga qanday shart-sharoitlar yo'l qo'yib berdi. Bu albatta profilaktik ishlarni olib borish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni biror bir mahallada o'g'rilik sodir bo'ldimi, demak shart-sharoit nima bo'lishi mumkin? Bu muhofaza qilinmagan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam hudud kameralashtirilmagan bo'lishi mumkin. Shu sabab jinoyat sodir etilgan bo'lishi mumkin. Shu sabab nafaqat endi jazo tayinlash yoki shaxsning aybdorligi yoki aybsizligini aniqlash emas, balki o'sha ikkilamchi vazifamizdan biri shart-sharoitni aniqlash hisoblanadi va buni majburiyat sifatida o'sha isbot qilish subyektlarga berilyapti. Endi keyingi moddaga o'tadigan bo'lsak, 297-modda sabablarni uning sodir etishiga imkon bergan shart-sharoitni bartaraf qilish to'g'risida surishtiruvchi, tergovchi prokurorning taqdimnomasi. Ya'ni surishtiruvchi, tergovchi prokuror jinoyat ishini tergov qilish joyida jinoyatning sabablarini sodir etilishiga imkon bergan shart aniqlab chiqib, tegishli davlat organ, fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organ, jamoat, birlashma jamoatga yoki mansabdor shaxsga ana shu sabab shart-sharoitlarni qilish choralar ko'rish to'g'risida taqdimnoma kiritadi. Bu taqdimnoma bu ya'ni nima sabab bo'lgan, qanday shart-sharoitlar bo'lgan, bu tergov surishtiruvchi prokuror aniqladi. Endi biz buni bartaraf etish choralarini ko'rish bo'yicha ularga taqdimnoma qilyapmiz. Ya'ni hudud kameralashtirilmagan bo'lsa, demak u kameralashtirish kerak. Yoshlar o'rtasida profilaktik ishlar olib borilmagan bo'lsa, demak ular profilaktikani kuchaytirish kerak. Oilada misol oilaviy zo'ravonlikka qarshi jinoyat bo'ladigan bo'lsa, demak oilalarda tushuntirish ishlarini amalga oshirilishi lozim. Xuddi shunga o'xshab taqdimnoma kiritiladi, qanday choralar ko'rishini ko'rsatgan holda. 298-moddaga o'tadigan bo'lsak, endi bu sudning ajrimi haqida, ya'ni 297-modda tergov surishtiruv taqdimnomasi bo'lsa, 298-modda xuddi shuni faqat sud tomonidan chiqariladigan xususiy ajrim. Xo'p, 299-moddani nazarda tutamiz. Bu o'sha ajrimlarning yoki taqdimnomaning bajarish majburiyati nazarda tutilyapti. Ya'ni ushbu shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risidagi taqdimnoma yoki xususiy ajrim davlat organi, fuqarolarning o'zini boshqarish organi, jamoat birlashma, jamoa yoki mansabdor zarur choralarni ko'rish va ko'rilgan choralarning natijalari to'g'risida kishi bilan 1 oylik muddat ichida xabardor qilishi shart. Ya'ni choralar ko'rish bo'yicha taqdimnoma kelib tushdi, 1 oy ichida, ya'ni uzog'i bilan 1 oy ichida u choralarni ko'rgan holda va natijasi bo'yicha, ya'ni nima chora ko'rgani haqida xabar, ya'ni axborot berishi shart. Bu yerda xabardor beryapti. Endi taqdimnomani bajarilmagan yoki vijdonan bajarilmagan. Endi vijdonanlik so'zi bu albatta subyektiv so'z hisoblanadi. Har bir ish holatdan kelib chiqib aniqlanishi mumkin, lekin aniqlash kriteriyasi mavjud emas. Javobgarlikka sabab bo'ladi deyiladi. 181 sudga hurmatsizlik, 196, 197, 198 o'sha organlarning qonuniy talablarini bo'ysunmaslik masalasi, qonuniy talablarni bajarmaslik bilan ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Endi 300-moddani tahlil qiladigan bo'lsak,
surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror, taqdimnoma sud esa xususiy ajrim chiqarish yo'li bilan tegishli yoki mas'ul tashkilot rahbariyatining jinoyatni oldini olish yoki uni fosh etishda fuqaro yuksak ongli jasur ko'rsatgan ijtimoiy bo'yicha amalni bajarganligi to'g'risida xabardor qilishi mumkin. Ya'ni biror bir vatanparvar bir fuqaromiz jinoyat ochishda yordam bersa, o'sha tashkilotga tergovchi surishtiruvchi taqdimnoma ko'rinishida, sud esa xususiy ajrim ko'rinishida bir tashakkurnoma ko'p ichida tashakkurnoma so'zlar bitmadi bu, lekin shartnoma taqdimnoma yoki xususiy ajrim bo'ladi, shu haqda xabardor qiladi. Xo'p, ushbu bo'limimiz tugadi. Faqatgina shu 4 ta moddadan iborat, 5 ta moddadan iborat. Bu juda oz. Endi sizlar bilan asosiy o'sha yana iqtisodiy masalalarga yuzlanamiz. Ya'ni reabilitatsiya bo'yicha bo'limimizga, ya'ni 7-bo'lim reabilitatsiya asoslari va oqibatlarini tahlil qilamiz. Oqlov hukmi, ya'ni 301-moddada oqlov hukmi, shuningdek ushbu kodeks 8-moddasida nazarda tutilgan holatlar shaxsni reabilitatsiya etishga asos bo'ladi. Reabilitatsiya nima? Bu huquqlarni tiklash, umumiy qayta tiklash, rehabilitation so'zidan olinyapti. Bu qayta tiklanish. Endi bu jinoyat protsessual huquqda reabilitatsiya degani o'sha buzilgan huquqlarni qayta tiklanishiga asos bo'ladigan nimalar nazarda tutilyapti. Bu ijtimoiy reabilitatsiya bo'lishi mumkin ijtimoiy huquqda, jinoyat protsessida esa bu o'sha huquqlarni qayta tiklanilishi. Oqlov hukmi deyilyapti. O'sha shaxs jinoyat sodir etgan aybsiz deb topilib yoki 83-modda nazarda tutilyapti. Tergov paytida, ya'ni jinoyatga aloqador bo'lmaganligi yoki jinoyat hodisa yuz bermaganligi yoki bo'lmasa uning harakatlarida jinoyat tarkibi bo'lmaganligi o'sha reabilitatsiyaga asos bo'ladi. E'tiborga olasizlar, faqatgina 83-modda bilan oqlov hukmi chiqarilgan yoki jinoyat ishi tugatilgan taqdirdagina reabilitatsiya bo'lishi mumkin. Hop, 302-moddaga o'tadigan bo'lsak, reabilitatsiya etilgan shaxs qonunga xilof ravishda ushlab turilgan, ehtiyot chorasi sifatida qonunga xilof ravishda qamoqda saqlangan yoki u qamoqda joylashtirilgan, pasport harakatida amal qilish qonunga xilof ravishda to'xtatib turilgani, ishda ayblanish tarafga ishtirok etishga jalb qilingani tufayli vazifasidan qonunga xilof ravishda chetlashtirilgani yoxud tibbiy muassasaga qonunga xilof ravishda joylashtirilgani natijasida unga yetkazilgan mulkiy zararni undirish hamda ma'naviy ziyonni oqibatli bartaraf etilishini talab qilish huquqiga ega. Reabilitatsiya qilingan etilgan shaxs, demak, oqlangan shaxs qonunga xilof ravishda ushlab turilgan. Qonunga xilof ravishda degani biz o'sha 48 soatdan keyingi holatni nazarda tutyapmiz. Ya'ni shaxs agar ushlansa 48 soat ushlab turilishi mumkin. Agar sud yoki prokuror o'sha 12 soat 24 soat ichida xulosa beradigan taqdirda, agar ushlab turilish asossiz deb topilgan holda o'sha 24 soatdan keyin ushlab turilishga qonunga xilof deb topishimiz mumkin. Ehtiyot chorasi sifatida qonunga xilof ravishda qamoqda saqlangani yoki u qamoqqa joylashtirilgani deyilyapti. Qonunga xilof ravishda. Bu degani birinchi o'sha qo'pol xatoyimiz, sud ajrimisiz biz qonunga xilof ravishda saqlaymiz yoki bo'lmasam 240-modda talablarga zid kelgan holatlarda, ya'ni jinoyat unga tortmaydi va alohida holatlar mavjud emas. Shu holatlarda qamoq qo'llanilganligi nazarda tutiladi. Endi pasport harakati amal qilish qonunga xilof ravishda to'xtatib turilgani. Qonunga xilof ravishda deyilgani, ya'ni sud ajrimisiz biz to'xtatib turyapmiz yoki bo'lmasa o'sha shaxsning pasportni harakatlanish hujjatini amal qilib to'xtatishga asos bo'lmasa-da, u to'xtatilganligi va bu bo'yicha ajrim bekor qilinganda, shu biz qonunga xilof ravishda deyishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa ishda ayblanuvchi ishtirok etishga jalb qilingan tufayli vazifasidan qonunga ravishda chetlashtirilgan, o'sha lavozimdan chetlashtirilgani noqonuniy tarzda deyilmoqda.
vaqtda, ya'ni mansab vakolati bilan bog'liq bo'lmagan jinoyatda agar biz uni vazifasidan ozod qiladigan bo'lsak, bu albatta qonunga xilof ravishda yoki bo'lmasa sudning ajrimisiz tutilyapti va tibbiy muassasaga qonunga xilof ravishda joylashtirilgan. Ya'ni o'sha sudning ajrimisiz yoki bo'lmasa o'sha tibbiy muassasaga joylashtirishda tartibiga rioya qilinmagan, ya'ni o'sha ekspertiza tayinlanmaganidan oldin biz joylashtirishimiz mumkin. Shu holatda biz qonunga xilof deyishimiz mumkin. Albatta bundan ko'rgan mulkiy zarar va ma'naviy ziyon oqibatlarni bartaraf etish talab qilish huquqiga ega. Bu yerda biz to'lab beramiz deyilmayapti. Bu yerda u talab qila olish huquqi albatta birinchi vujudga kelishi kerak. Endi reabilitatsiya etilgan shaxs o'sha 310-moddada nazarda tutilgan mehnat qilish, nafaqa olish, uy-joydan foydalanib va boshqa huquqlarni ham tiklashi mumkin. Albatta 310-moddani hozir tahlil qilamiz. Kelgusida umumiy holatlarda bu yerda biz agar uning jinoyat ishiga jalb qilinganligi sabab mehnat huquqi cheklangan bo'lsa yoki nafaqasi to'xtatilgan bo'lsa yoki uy-joydan foydalanishi cheklangan bo'lsa, ularni tiklanishi lozimligi keltirilmoqda. Endi 303-moddada qisman reabilitatsiya nazarda tutilyapti. Bu nima degani? Ko'pchilik tushunadi, bu ma'lum bir zararning ma'lum bir qismini qoplash. Bu unaqa emas. Bu yerda shaxs aybli deb topiladi. Shaxs jinoyat sodir etgan. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra u reabilitatsiya qilinishi lozim. Reabilitatsiya nima? Mana o'sha asoslarni sanab o'tamiz. Birinchisi, shaxsning qamoqda yoki uy qamoqda saqlab turilganiga qaraganda kamroq muddatga ozodlikdan mahrum etishga yoki cheklashga yoki ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo hukm qilingan. Misol, shaxs 6 oy yoki bo'lmasa 1 yil qamoqda o'tirdi. Lekin sudya unga o'sha 1 yildan kamroq muddatda omoqqa berdi. Va o'rtadagi farq uchun u reabilitatsiya huquqini oladi. Reabilitatsiya nima? O'sha bu yerda sanab o'tamiz. Shu faqat mulkiy ziyonga nisbatan aytilmoqda. Ya'ni u mehnat huquqi, ya'ni ma'lum bir oilaga mahrum bo'lgan bo'lsa, o'sha qismiga doir to'laymiz. Yoki bo'lmasam u shaxs 3 oymi, 5 oymi qamoqda, ya'ni qamoq yoki uy qamoq tarzidagi ehtiyot chora qo'llanildi, lekin unga nisbatan OMK bilan bog'liq bo'lmagan jazo berildi. Atiy berilgan bo'lishi mumkin, shtraf berilgan bo'lsa, shu holatda ham o'sha o'tirgan muddatga nisbatan u moddiy reabilitatsiya huquqi paydo bo'ladi. Ikkinchi nimada bo'lsa, hukmda ayblovning qisman chiqarib tashlanganligi va buning natijasida qonunga ko'ra qamoqda uy qamog'i saqlash yoki ozodlikdan mahrum qilish yoki ozodlikni cheklash mumkin emasligi deyilmoqda. Bu yerda e'tiborga olasizlar, misol tariqasida 104-modda va 139-modda haqoratlash bilan tan jarohati yetkazish masalasi bo'lyapti. Ayblovni qisman chiqarib tashlanganligi va buning natijasida o'sha qamoq, uy qamog'i, OMK yoki ozodlikni cheklash mumkin emasligi nazarda tutilyapti. Biz agar 104-moddani chiqarib tashlaydigan bo'lsak, ayblovdan 104-modda bo'yicha u oqlovni oldi, lekin 139-moddada u aybdor. Ushbu holatda 104 bo'lmaganligi sababli unga nisbatan biz qamoq yoki uy qamog'ini qo'llay olmaymiz. 139-moddada ham albatta sanksiya masalasida OMK nazarda tutilmagan. Shu sabab bu yerda chiqarib tashlanganligi nima? 104-moddani 104-moddani chiqarib tashlanganligi qisman reabilitatsiyaga asoslanadi. Agar 139-modda chiqarib tashlangan taqdirda u qisman reabilitatsiyaga tushmaydi, chunki biz qamoq, uy qamog'ini 104-moddaga qarab qo'lladik va 104-moddada OMK va ozodlikni cheklash mavjud. Endi keyingi holatga qaraydigan bo'lsak, 3-chi ozodlikdan mahrum qilish ozodlik cheklov muddati yuqori sud tomonidan haqiqatda o'talgan muddatga qaraganda kamayadi.
kamaytirilganligi yoki boshqa yengilroq jazo bilan almashtirilganligi. Misol tariqasida olishimiz mumkin. U kassatsiya tartibida 2 yil o'tgandan shikoyat berildi, unga 2 yil omaka berilgan, lekin o'sha kassatsiya shikoyati qanoatlantirib, unga nisbatan jazo yengillatib 1 yilga o'tkazildi va o'sha oshiqcha o'tirgan 1 yil muddatga u qisman reabilitatsiyaga tushadi va reabilitatsiya huquqini tiklash, ya'ni talab qilib olishi mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha omaka bilan bog'liq bo'lmagan boshqa yengilroq jazo tayinlanganda qisman reabilitatsiyani talab qilishi mumkin. Va oxirgisi 4-chi jinoiy jazo tayinlanmay hukm chiqarilgan holatlarda deyilyapti. O'sha 84-moddani 1, 2, 3 birinchi qismi 1, 2, 3, 8-bandlarda nazarda tutilgan, ya'ni amnistiya, shaxs o'limi yoki javobgarlikka tortish muddati o'tib ketganligi yoki belgilangan muddatni muddatda, ya'ni maxsus qismda belgilangan moddalar nazarda tutilgan holatlarda zararni qoplaganligi bilan jinoyatchi tugatilishi mumkin. Ushbu holatlarda unga jazo tayinlanmay hukm chiqariladi agar jinoyat sodir etgan shaxs o'zi yoki yaqin qarindoshi talab qilsa, jinoyat sodir etgan deb topilgan taqdirda ham jazo tayinlanadi. Shu holatda ham, ya'ni yakuniy natijasi aniq, unga nisbatan jazo tayinlanmaydi va shu holatda ham shaxs ushlab turilgan, qamoqda saqlangan yoki uy qamog'ida tibbiy muassasa joylashtirilgan desak, u qisman reabilitatsiyaga tushadi. Shu sabab bu degani mana 302-moddaga ham nima qiladi, ya'ni qonunga xilof ravishda biz sizlar bilan tahlil qilib o'tdik. Shu holatlarga ham 303-moddaning 4-bandini tatbiq qilsak bo'ladi. Ya'ni jazo tayinlanmasligi aniq bo'lgan holatlarda ushlab turish, qamoqqa olish yoki uy qamog'i tibbiy muassasaga joylashtirish majburlov choralari qo'llasak. Endi keyingi qismiga o'tadiganimiz qisman reabilitatsiya etish ayblanuvchilarga yetkazilgan mulkiy ziyonning asossiz qismi qoplanishiga va ma'naviy ziyon oqibatlarining asossiz qismi bartaraf etilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni biz mulkiy ziyonni qoplaymiz va ma'naviy ziyon faqatgina o'sha asossiz qismi bo'yicha xolos, to'liq emas. Keyingi bobga o'tamiz, ya'ni reabilitatsiya etilgan shaxsga yetkazilgan ziyonni qoplash, uning boshqa huquqlarini tiklash tartibini tahlil qilamiz sizlar bilan. Mana 304-modda mulkiy ziyonni qoplash hajmi, ya'ni biz qaysi miqdorgacha mulkiy ziyonni qoplaymiz. 304-moddada aytilyapti, reabilitatsiya etilgan shaxsga, ya'ni yo'qlagan shaxsga ushbu kodeksning 302, 303 degan qonunga xilof harakatlar bilan yetkazilgan mulkiy ziyon to'liq hajmda qoplanadi. 302, 303, ya'ni qisman yoki to'liq reabilitatsiya nazarda tutiladi. Bu faqatgina mulkiy ziyon masalasi. Birinchi holat, reabilitatsiya etilgan shaxsga o'ziga nisbatan sodir etilgan qonunga xilof harakatlar natijasida mahrum bo'lgan ish haqi va mehnatdan topiladigan boshqa daromadlar. Misol tariqasida olishimiz mumkin. Shaxs oqlandi, lekin 5 oy ishdan chetlashtirildi. Shu 5 oy ichida qancha oylik oladigan bo'lsa, shuncha pul to'lab berishi lozim. Odatda o'sha 10 yildan keyin oqlovga chiqib ketgan, xabaringiz bo'lsa, o'shanda 10 yil ichida majburiy o't pullari to'lab berildi. Milliard pul chiqib ketdi. Shu oqlanganlik nimasi bilan, ya'ni 304-modda 2-qism 1-modda bilan yoki mehnatdan topiladigan boshqa daromadlar deyilyapti. O'sha tadbirkorchilikdan olinadigan daromad yoki kunlik bo'lishi mumkin. Shu narsa nazarda tutilyapti. Ikkinchi holat, pensiya nafaqa bashar ular to'lash tartibi to'xtatib qo'yilgan bo'lsa. Bilasizlar, ayrim holatlarda pensiya to'xtatib qo'yilmaydi, ayrim holatlarda to'xtatib qo'yiladi. Bu yerda aytilyapti, to'xtatilgan bo'lsa, ya'ni uni jinoiy javobgarlikka tortish masalasi bilan to'xtatib qo'yilgan bo'lsa. Endi qisman reabilitatsiyaga bo'ladigan bo'lsa, pensiya o'sha 2 yil hukm qilindi, lekin o'sha 303-modda 3-birinchi qismi 3-bandi bilan u 1 yilga ozaytirildi. 1 yil omakaga o'zgartirildi. Bu degani u 1 yilga nisbatan pensiya olishi shart. 3-chi holatda esa pul jamg'armalarga to'langan foizlar, davlat ziyonlari, obligatsiyalarga chiqqan yutuqlar, aksiya, boshqa qimmatli sudning hukm ajrimiga qarorgasi musodara qilingan yoki davlat bojiga yetkazilgan ashyolar yoki boshqa mulkning qiymati. Bu
aytilmoqda. Pullar, ya'ni har qanday o'sha davlat zayon obligatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, ularni foizlari bo'lsa, banklarda olish huquqi albatta qoladi. Bundan tashqari musodara qilingan davlat foydasiga olingan nimalar ham qaytarib berilishi, agar qaytarib berish bo'lmasa, o'sha qiymati pulda qaytarib beriladi. To'rtinchi holatda esa yo'qotilgan mol-mulk qiymati. Ya'ni ashyoviy dalil deb olindi, u mol-mulk yo'qotib qo'yildi yoki o'sha ishlatib yuborildi. Ya'ni ma'lum bir nima bilan u mol-mulk yo'q. Shunda u qiymati to'lab beriladi. Beshinchi holatda esa sud hukmini ijro qilish chog'ida undirilgan jarimalar va sud chiqimlari. Majburiyat yuklanadi sud hukmi bilan. Ushbu majburiyatlarda jarima bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha sud chiqimlari bo'lishi mumkin. Ushbu holatda ham agar u sud chiqimlari yoki jarimalar to'langan bo'lsa va bu jinoyat ishini yuritish bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, u albatta qoplab beriladi. Oltinchi holatda esa o'sha o'zini himoya qilishga qaratilgan advokat pullarni ham qaytarib olishi mumkin. Albatta bu oqlangan shaxsga nisbatan nazarda tutilyapti. Shaxs agar oqlansa, o'sha advokatga qancha sarflangan bo'lsa, o'sha pullarni qoplab berilishini talab qilishi mumkin. Hop. Keyingi holatimiz esa o'sha reabilitatsiya etilgan shaxs vafot etgan taqdirda ushbu moddaning 1, 3, 4, 5, 6 moddani nazarda tutilgan huquqi merosxo'rlarga o'tadi deyilyapti. Faqatgina o'sha ikkinchi band boquvchi uchun yo'qotganlik pensiyasi ta'minlash lozim bo'lgan jumlasi kiruvchi oila a'zolari ega bo'ladilar. Bu yerda o'sha ikkinchi holat deyilyapti. Pensiya nafaqalar masalasida bilasizlar, ijtimoiy ta'minot huquqida boquvchi yo'qotganlik bo'yicha pensiya oladigan oila a'zolari bor. O'sha oila a'zolari talab qilib olinishi mumkin. Ya'ni uning vafoti bilan shu pensiya to'xtatilgan hisoblanyapti. Shu sabab boquvchi yo'qotganlik bo'yicha oila a'zolari talab qilib olinishi mumkin. 305-moddaga keladigan bo'lsak, ya'ni ziyonni qoplash manbai kim qoplaydi degan masala bizni qiynalyapti. Bu yerda moliya organlari nazarda tutilyapti. Ya'ni har bir rayonda moliya organlari bor. Har bir hududiy birlikda moliya organlari. Endi ikkinchi holat esa pensiya jamg'armalari. Bu degani e'tiborga olasizlar, Moliya vazirligi huzuridagi o'sha pensiya jamg'armasi barchasi davlat. Umumiy holatda aytishim mumkin, mulkiy ziyonni hammasini davlat qoplaydi. Faqatgina o'sha manbasi bittasi moliya organi qopladi, bittasi o'sha Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi. 306-moddani tahlil qiladigan bo'lsak, 306-modda mulkiy ziyonni undirish huquqi, uning miqdori masalasini hal qilish, ya'ni qancha undiramiz va qachon hal qilamiz, qanday buni tatbiq qilamiz masalasi. Ushbu kodeksning 83-moddasi nazarda tutilgan asoslarga ko'ra chiqarilgan oqlov hukmida yoki ishni tugatish haqidagi ajrimda sud ishni tugatish to'g'risidagi qarorida esa surishtiruv tergov prokuror reabilitatsiya etilgan shaxsning o'ziga yetkazilgan mulkiy ziyonni undirib olish huquqini e'tirof etishlari lozim. Bu nima degani? Hukmda yozib ketadi, reabilitatsiya huquqlari tushuntirilsin. Ya'ni biz hukmda yoki bo'lmasam jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi qarorda bundan ya'ni qancha undirib berilishini nazarda tutmaymiz. Bu alohida protsedura hisoblanadi. Shu sabab o'sha qarorda aytib o'tilishi kerak, ya'ni reabilitatsiya huquqi borligi aytilishi lozim. Endi hukm majrim qarorining nusxasi reabilitatsiya etilgan shaxsga topshiriladi yoki pochta orqali yuboriladi. Bu albatta yuborish tartibi belgilanmoqda. Ayni vaqtda unga hukm majrim yoki qaror nusxasi reabilitatsiya ustidan shikoyat qilish tartibi, shuningdek mulkiy ziyonni qoplash va boshqa huquqlarni tiklab olish tartibi tushuntiriladi. Endi bu yerda agar reabilitatsiya berilmagan bo'lsa,
yoki bo'lmasam qisman belgilangan bo'lsa, umumiy holatda u baribir shikoyat qilish huquqi albatta tushuntirish kerak. Bu umumiy norma hisoblanadi va uning tiklash tartibi, kimga qachon, qaysi vaqtda borishi albatta tushuntirilishi lozim. Mulkiy ziyon qanday qo'llaniladi degan savolga ular albatta javob berilishi lozim. Reabilitatsiya etish to'g'risida qaror chiqargan sud, prokuror, tergovchi uchun reabilitatsiya qilgan shaxsdan ariza tushgan kundan boshlab 1 oydan kechiktirmay ziyon miqdori aniqlay, zarur tug'ilganda buning uchun moliya masalasi byudjetdan tashqari pensiya jami to'lovlari hisob-kitob talab qilib oladi. Xo'p, biz reabilitatsiyani bu yerdan kelib chiqyapti kimga beramiz? O'sha qarorni qabul qilgan mansabdorga. Bu sud bo'lishi mumkin yoki prokuror tergovchi surishtiruvchi bo'lishi mumkin. Albatta ariza kelib tushdi. Ariza kelib tushgandan so'ng o'sha tergovchi surishtiruvchi prokuror sud bo'lib 1 oy ichida o'sha zarar miqdorini aniqlaymiz. Ya'ni bu qancha miqdorda bo'lishini yo'qotdi yoki qancha nimasini pensiyasini ololmadi yoki bo'lmasam qancha sud chiqimlari ketgan, shularni albatta aniqlaymiz. Bu albatta aniqlash jarayonida o'sha Moliya vazirligi yoki bo'lmasa pensiya jamg'armasidan olishimiz mumkin. Albatta bu yerda e'tibor berilsa, ma'naviy zarar masalasi ham turibdi. Mulkiy ziyonning miqdori hisoblab chiqarilgandan keyin bu ziyonni qoplash uchun pul to'lovlarini amalga oshirish to'g'risida sud ajrim tergovchi surishtiruvchi prokuror qaror chiqaradi. Ajrim yoki qarorni bo'lsa gerbi muhr bilan to'lovni amalga oshirish lozim bo'lgan organlarga taqdim etish uchun reabilitatsiya shaxsga u vafot etgan bo'lsa, ushbu kodeksning 304-modda 3-qismida ko'rsatilgan shaxslarga beriladi va yuboriladi. Xo'p, bu yerda demak o'sha tartibini keladigan bo'lsak, mulkiy ziyon qoplash reabilitatsiya huquqi bo'yicha hukmda ko'rsatib o'tiladi va bu bo'yicha murojaat kelib tushganidan so'ng 1 oy ichida aniqlanadi zarar miqdori va mulkiy ziyonni qoplash to'g'risidagi ajrim qabul qilingandan so'ng o'sha pul to'lovlarini amalga oshirish yoki ziyonni qoplash to'g'risidagi ajrim yoki qaror qabul qilingandan so'ng ish nimaga, ya'ni ijro uchun moliya organiga yoki pensiya jamg'armasiga yuboriladi va o'sha reabilitatsiya etilgan shaxslarga bu ma'lumot uchun nusxalarini yuborishi kerak. Hop, 308-modda to'lovni amalga oshirish to'g'risidagi qaror yoki ajrim ustidan shikoyat qilish. Pul to'lovi agar kam deb topiladigan bo'lsa shikoyat qilinishi mumkin. Hisoblab chiqilishi yoki o'sha har qanday shu pul to'lovi bilan bog'liq bo'ladigan hisob-kitoblarga e'tiroz bo'lsa shikoyat qilinishi mumkin. Endi sudning to'lovni amalga oshirish to'g'risida ajrim ustidan manfaatdor shaxslar yuqori sudga umumiy tartibda shikoyat qilishlari mumkin. Prokuror esa protest kiritishi mumkin. E'tiborga olisizlar, surishtiruvchi tergovchi prokurorning ustida biz faqat sudga shikoyat qilamiz, ya'ni reabilitatsiya masalasi bo'yicha. Sudning ustidan esa yuqori sudga umumiy tartibda shikoyat keltiramiz. Demak, 309-modda reabilitatsiya etilgan shaxsga yetkazilgan ma'naviy ziyon oqibatlarini bartaraf qilish masalasi shaxs ushlab qo'yganligi, qamalganligi yoki uy qamoqda turganligi, lavozimdan chetlashtirilganligi, tibbiy muassasaga joylashtirilgan yoki hukm qilingan ma'lumotlar matbuotda e'lon qilingan bo'lsa, radio, televideniye va boshqa ommaviy axborot vositalari tarqatilgan bo'lsa, reabilitatsiya etilgan shaxsning vafot etgan bo'lsa, qarindoshlarining sud prokuror talabiga ko'ra tegishli ommaviy axborot vositalarining reabilitatsiya etilganligi to'g'risida 1 oy ichida xabar berishlari shart. Bu yerda e'tibor berilsa, faqat ma'lumot ommaviy axborot vositalarida talab qilingan, ya'ni chiqarib yuborilgan bo'lsa, ya'ni u jinoyat sodir etganligi yoki ko'rishingiz mumkin ijtimoiy tarmoqlarda o'sha qo'lga olindi, jinoyat ustida ushlandi degan xabarlarni ko'p ko'ramiz. Agar u shaxslar nomi oshkor qilingan bo'lsa, oqlanadigan bo'lsa, albatta o'sha shaxsning yoki yaqin qarindoshlari yoki
o'sha prokuratura surishtiruvchining talabi bilan o'sha ommaviy axborot vositasi reabilitatsiya etilganligi bo'yicha axborot berishi shart. Xo'p, keyingi moddani tahlil qiladigan bo'lsak, 310-modda reabilitatsiya etilgan shaxsning boshqa huquqlarini tiklash masalasi. Birinchi o'rinda mana qonunga xilof ravishda hukm qilingani, qonunga xilof ravishda binosi joylashtirilgan ehtiyot chorasi tariqasida qonunga xilof ravishda qamoqqa olingan, uy qamoqqa joylashtirilgan, qonunga xilof ravishda ushlab turilgan tufayli lavozimdan ozod qilingan yoki ishdan sudlanib ishtirok etishga jalb lavozimidan qonunga xilof ravishda chetlashtirilgan shaxs oldin ishlagan ishiga lavozimga tiklanishi lozim. Korxona, muassasa, tashkilot tugatilgan yoki qonun nazarda tutilgan boshqa asoslar bilan oldin ishlab tiklash imkoniyati bermaganiga avvalgisiga teng boshqa ish lavozim berilishi lozim. Faqat mehnat huquqi bilan bog'liq masala bo'lyapti. Misol, u ishlagan bo'lim tugatilgan bo'lsa, o'sha darajasi teng bo'lgan bo'limga tiklanishi lozim. Endi hozirda ushbu holat juda ham muammoli vaziyat bo'lyapti. Ya'ni lavozim yo'q, unga teng keladigan lavozim ham yo'q. Shu bilan bog'liq tiklash masalasi juda ham muammoli bo'lib turibdi hozirgi paytda. Lekin agar bo'ladigan bo'lsa, shu lavozim mos lavozim bo'ladigan bo'lsa, albatta tiklashi shart. Endi ikkinchi holatda esa mana ikkinchi qismda aytilyapti, reabilitatsiya etilgan shaxsning qonunga xilof ravishda ehtiyot chorasi tariqasida qamoq, uy qamoqida bo'lgan vaqti, jazo o'tagan vaqti, lavozimdan chetlashtirilgan, ishlamay yurgan vaqti, tibbiy muassasa saqlangan vaqti mehnat stajiga va xususiy ish stajiga qo'shiladi. E'tiborga olasizlar, shaxs mana qamaldi 10 yilga, qamoqda o'tirdi va qamoqdan chiqqandan keyin 10 yil uning ish stajiga qo'shiladi. Ya'ni ishlamagan taqdirda ham bu yerda o'sha reabilitatsiya huquqi bo'lyapti. Bo'lganda ishlardi degan nazariya bilan kirib, shu sabab uning ish stajiga qo'shilmoqda. Bu albatta mehnat kodeksiga ham nazarda tutilgan. Qonunga xilof ravishda hukm etilgan ehtiyot chorasi tariqasida qamoqda saqlangan yoki uy qamoqda joylashtirilgan, ushlab turilgan yoki tibbiy muassasada joylashtirilganligi tufayli huquqiy yurtdan haydalgan shaxs iltimos ko'rib ishga tiklanilishi shart. Bu yerda e'tiborga olinadigan bo'lsa, hukm etilgan bo'lishi kerak yoki o'sha qamoq, uy qamoq ushlab turgan sabab shu sabab bilan, faqatgina shu sabab e'tiborga olinsa, oliy ta'lim muassasasidan haydalgan, umuman muassasasidan haydalgan bo'lsa yoki bo'lmasa shunda shaxsning iltimosi bo'lishi kerak. Bu albatta u iltimosnoma bilan murojaat qilish kerak, lekin ikkinchi tomon tiklab berish shartligi majburiyat yuklanyapti. Keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, qonunga xilof ravishda hukm etilgan yoki tibbiy usulni majburiy choralar qo'llanilgani tufayli uy joydan mahrum bo'lgan shaxsga ilgari u egallab turgan uy joy qaytarib, bashar pulini qaytarib berish imkoniyati bo'lmasa, o'sha aholi hududida avvalgisidan teng qulaylikka ega bo'lgan uy joy beriladi. Qonunga ravishda hukm e'lon qilinadi. Biz u uy joyini jinoyatda foydalanilgan yoki fuqaroviy da'voni ta'minlash masalasida boshqa kishiga berib yubordik. Yoki o'sha tibbiy usulda majburiy chorasi qo'llanilgan shaxs deyamiz, uy joydan foydalana olmaydi, biz uni berib yubordik. Shu holatda u shaxs keyinchalik oqlanadigan taqdirda o'sha uy joy berilishi kerak. Agar uy joy qaytarish imkoni bo'lmasa, o'sha massivdan o'sha bir xil 2 xonali bo'lsa, 2 xona, 3 xonali uy olib berilishi shart. Endi keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, qonunga xilof ravishda hukm qilinganligi yoki ishda ayblanuvchi suddan sifatida ishtirok etishga jalb qilinganligi munosabatida bilan pasportning harakatini amal qilish to'xtatib turilgan shaxsga yangi pasport berish yo'li bilan hujjatlar amal qilishi tiklanadi. Ya'ni biz sizlar bilan tahlil qilib o'tdik, pasport harakatlanishga jalb qilinishi, ya'ni amal qilish to'xtatib turilishi agar unga nisbatan oqlov chiqadigan bo'lsa, ushbu holatda biz unga yangi pasport taqdim etamiz. Keyingi moddani nima qiladigan tahlil qiladigan bo'lsak, 311, ya'ni huquqlarni davlat tartibida tiklash. Shaxsning mehnat qilish, pensiya olish, uy joydan foydalanish huquqlarini tiklash,
shuningdek mol-mulkni qaytarish yoki uni qiymat to'lash to'g'risida talaba qanoatlantirilmagan bo'lsa yoki shaxs qabul qilingan qarorga rozi bo'lib tegishli talab bilan da'vo ishini yuritishdan sudga murojaat qilishga haqlidir. Bu yerda e'tiborga olasizlar, biz agar moddiy zarar bilan bog'liq bo'lsa aytdik, sudga agar sud ajrimi bilan bo'lsa sudga murojaat qilish tartibini tahlil qilib o'tdik. Endi bu yerda mehnat, pensiya, uy-joy bilan foydalanish huquqi bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkni qaytarish bo'ladigan bo'lsa, ushbu qarordan, ya'ni qaytarilyapti mol-mulk, ikki xonali uy berildi va bunga rozi emas yoki bo'lmasam mehnat qilish huquqi o'sha lavozimga teng lavozim berildi yoki undan biroz pastroq yoki bunga rozi emas, ya'ni shunday lavozim bor deb hisoblayapti. Ushbu holatda fuqarolik sudiga da'vo talabi bilan chiqadi. Shunday huquq ularga berilyapti 311-modda talabi bilan. Endi 312-moddani tahlil qiladigan bo'lsak, mulkiy ziyonni qoplash uchun pul tovoni reabilitatsiya, ya'ni mulkiy ziyonni qoplash uchun pul tovoni to'lashni reabilitatsiya etilgan shaxs yoki ushbu kodeks 304-moddasining 3-qismida ko'rsatilgan shaxslar, ya'ni yaqin qarindoshlar, o'sha boquvchisini yo'qotganligi to'g'risida pensiya oladigan shaxslar bunday tur amalga oshirish haqida ajrim yoki qarorini olgan paytdan e'tiboran 2 yil mobaynida talab qilishlari mumkin. Biz sizlar bilan tahlil qilib o'tdik. Shu shaxslarga nisbatan reabilitatsiya huquqi bo'yicha hukmda ko'rsatib o'tilyapti. Shuni olgandan boshlab 2 yil ichida talab qilish mumkin. O'sha 2 yil ichida talab qilsa, yuqorida ham tahlil qilib o'tdik, 1 oy ichida o'sha hisob-kitoblarni amalga oshirishi lozim. Endi boshqa huquqlarni deyamiz, mulkiy ziyondan tashqari boshqa huquqlarni, o'sha mehnat, uy-joy yoki bo'lmasa pensiya huquqlarini bo'ladigan bo'lsa, o'sha nomoddiy huquqlarni bo'ladigan bo'lsa, 1 yil mobaynida talab qilishi mumkin. Bu haqida unga tushuntiruvchi bildirish xati berilgandan boshlab, ya'ni o'sha reabilitatsiya etishda unga nisbatan huquqlar tushuntirilgandan boshlab nomulkiy bo'ladigan bo'lsa 1 yil, mulkiy ziyonni qoplash bo'ladigan bo'lsa 2 yil nazarda tutilyapti. Uzrli savollarga ko'ra muddat o'tkazib bo'lgan hollarda u manfaatdor shaxsning arizasiga binoan tergovchi prokuror yoki sud tomonidan tiklanilishi mumkinligi nazarda tutilyapti. Ya'ni bu yerda da'vo qilish muddati nazarda tutilyapti. 313-moddada reabilitatsiya etilgan harbiy xizmat mulki va boshqa huquqlarni tiklash. Bu yerda alohida o'sha harbiy xizmatchilarga nazarda tutilyapti. Reabilitatsiya qilingan harbiy xizmatchilar xizmatga oid pensiya olish, uy-joydan yoki boshqa shaxslardan mulkiy huquqlarni tiklash, ularga yetkazilgan mulkiy zararlarni qoplash, ma'naviy ziyon oqibatlarini bartaraf etish ushbu bobda belgilangan qoidalarga muvofiq, ya'ni ushbu bob qoidalarga amal qiladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, Mudofaa vaziri, Ichki ishlar vaziri, Davlat xavfsizlik xizmati raisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati raisi va O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'mondoni tomonidan belgilangan tartibda amalga oshadi. Bu albatta ichki tartib, ularning undirish tartibi, ya'ni umumiy holatda JPK qoidalari hammaga amal qiladi va ichki qaysi uydan qancha berilish masalasi ichki buyruqlar bilan tartibga solinadi va bu tartib albatta normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunga muvofiq JPKdagi o'sha minimal talablarga zid bo'lmasligi lozim. Xo'p, reabilitatsiya bo'yicha savollar bormi?